Assalomu alaykum, Namangan taxta bozorining kuzatuvchilari. Bizga mana yana yangi shpuntli polli taxtamiz keldi. Shuni taxtani holati, narx-navolar bilan video davomida tanishtirib o'tamiz. Sizlar undan oldin iltimos videomizga bir dona like bosib, ko'pchilikka yetib borib tarqalishida o'z hissalarini qo'shib qo'yasizlar. Bu taxtamiz endi razmerlariga kelsa, bu taxtamiz razmeri eni 12, qalinligi 2,6, uzunligi 4 metrlik, quruq suxoy, zavodskoy shpuntli polli taxta, zavod taxtasidan ochilgan. Xudo xolisa taxtamizni oldi orqasi shunaqa bir tekisda, sifatli. Taxtamizni xudo xolisa mana sifatlari ham a'lo darajada. Mana yo'llarda tushgan butog'i, vannasi, garbili, arra o'ynaganlari xudo xolisa chiqmaydi. Sifati a'lo darajada. Keyin mana shpuntlari ham hozir yumaloq tig'ida ochilgan. Bir-biriga tushishga qiynatmaydi. Shpuntlari ham chiroyli bir tekisda idealni keladi, choklari. Xolasa tushishda muammo qilmaydi. Ariqchalari ham akkuratniy bir tekisda e'tibor bilan ochilgan. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa randalari ham idealni chiqqan, silliq. Lak qilsangiz lak bo'lib chiqqan xudo xolasa. Kimga shu taxtamizdan kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz beraverasizlar. Shinani bitkazib beramiz chiroyli sifatli qilib. Hop, bu taxtamizning narxiga keladigan bo'lsa, bu taxtamiz donasini 63 ming so'mdan qilib beramiz. Kim kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Telefon nomerlarimiz 91 361 0203. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy taxta bozori, 2-darvozadan kirganda 3-yo'lani boshida 576-577-joy. Telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Xudo xolisa zakaz bersani, bu taxta uyga borgandan keyin ko'rib taxtani qabul qilib olib, keyin pul berib yuborasizlar. Oldindan to'lov yo'q. Taxtani ko'rasiz, qabul qilib, sifati yoqqandan keyin pul berasiz. Oldindan hech qanaqa to'lov olmaymiz. Xudo xolasa chiroyli sifatli yaxshi narsa bor edi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Undan tashqari boshqa razmerlarimiz ham bor. Pollidan assortimentimiz ko'p. Kim kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ishingizni bitkazib beramiz. Dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa kelishilgan holda barcha joyga yetkazib beramiz imkon darajasida. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ishingizni bitkazib beramiz.